Hoppa! Uf, Nodir aka, hamma qizini ko'zini ochsa siz yopyapsizmi? Nima deganing bu, ye? Yuring kinoga boramiz, orqa qatorda o'tiramiz. Bizni hech kim bezovta qilmaydi. Orqada nima qilamiz? Yaxshi ko'rinmaydi. Oldiga o'tirib olib, yangi chiqqan chelak paxtni ko'rish kerak. Uf, deytizki, foydalanishni ham bilmaysiz. Nodir aka, keling orqaga o'ting, tonirovkangizda hech narsa ko'rinmas ekanam. Ya, ko'rinmayaptimi? Mana ikkovini ochib qo'ygan, hamma yoq ko'rinib turadi. Rostdan ham foydalanishni bilmas ekansiz. Nima qildim men bunga? Rahmat, Nodir aka, mana uyimga ham kelib olding. Yuring, uyda hech kim yo'q. Hech kim yo'q bo'lsa nima qilamiz? Ikkovimiz zerikib o'tiramizmi? Choy damlab beraman. Men choy ichmayman. Ray ichaman. O'zimizda Anjandan chiqqan tabiiy mahsulot 6 xildan ortiq ta'mi bor. Uyimda katta shkafim bor. Shuni ko'tarishga yordam bering. Ha, sen meni chumo deb o'ylayapsanmi? 10 kundan beri qilayotgan namyoqlarim tushunmaydi deb o'ylayapsanmi? Uyingga chiqib tur, 3 minutda chiqaman. Xayriyat tushindi. Keldingizmi, Nodir aka? Assalomu alaykum. Kim bular? Nima qilaman bularni? Ha, mebel surish kerak dedingmi? Bular yordam berib yuboradi-da. Foydalanishni ham bilmaysan,